parçalık haqida qissadagi jahondagi birinchi Batur Lübuning o'limiga kim sababchi? Qissa haqida bayon. Bu qissadagi Baturlar qatori qarasak, Yilu Arjao Sandianwei, Silgua Wuma Liu Jianfei deb bu yerga Lübu birinchi o'ringa tizildi. Yani bu asardagi Saiyingjan Lübu, uch azmatning Lübular urushi, Yuanmen Shoji tashqi huquqqa o'q etish. Mushu ishlar bu Lübuning shuhratini olamga tarqatgan. Yani bu Lübuning Zhongliao qatorliq 8 palvoni nait Batur qaltis sarkardilar. Hem bunun bu vaqtdagi qo'shinimi nait qaltis bir zarbidor atratga aylangan. Bunun qo'shilib yana yo'lbos qanot chiqqandek buning nait aqlli danishmand kimi Chungung mushavirlik kelgan. Shuning bilan bu bir mukammal bir qo'shinga aylangan. Endi bu Lübuning bir parlaq mazgil bo'lgan, Saosavni o'ltirgan, tasqagan, biroq bundaq bir Batur jon birinchi azmat oxirida Saosavga asirga tushib, Saosavning qo'lida jon bergan. Lübuning bu yerda bir sesxonam bor, nima? Urug'liq qo'l. Ya'ni bu eng dastlab bir chilantoruq shu otni deb o'zining tutuq otisi Dingyuanni o'ltiryotdi. Ondan keyin bir qizbola Diaochenni deb o'zining tutuq otisi Dongjuani o'ltiryotdi. Shuning bilan buni jonga bir sesxonami kirib ketgan. Albatta o'zining bu otisiga kelgan sadoqat, kimga sadoqat qildi buni, shunami? Buni sadoqatsizligiga butkul olam la'nat o'qigan. Qarsak bu Lübu nait Batur jangvozlik kamalat ketgan, chilantoruq etva, zo'r qo'shini va hamma narsadek taloldi buni, lekin bir narsa eng muhim narsa nima? Bunun aniq nishon, orzusi yo'q. Uzoq mezgillik bir planim yo'q buning. Unda nima ish qilishni bilmaydi. Haq bir so'zlam berib urishsa, bu mutang berib urishidi. Yani azroq manfaatli do'stlashsa, do'stlashidi. Bu yerki Liubey Saosavlardek aniq nishon, orzuga ega emas bu. Bu shayga qarasa, bu vaqtdagi Liubeyning kuchi Lübuga yetmaydi. Liubeyning bu vaqtda mushavirim yo'q. Faqat Guayu, Jianfei, Zhaoyun bir uch sarkardalar bor. Qo'shinim tayinli. Hem bu vaqtdagi Saosav qarsaqmi, Lübudek ancha qudratli emas. Saosavni Lübudan pek kuchli deb aytishim bo'lmaydi. Biroq bu ishkisi oxirida parlaq bir natijalarni yaratdi. Hayotining bir natijasini yozaldi. Shunami? Biroq Lübu nait Batur o'lib ketdi. Endi bu yerdagi orzu nishonning qanchalik muhimligi, tortish kuchining qonuniyatiga maxfiyatlik kuchidir. Mumkin bo'lsa, ikkinchi ma'lum bir sonlarda shu maxfiyatlik to'g'risida yaxshi bir to'xtalmoqchi. Chunki bu maxfiyatlikni men o'z hayotimda qayta ishlatib, yaxshi natijalarga erishgan amaliy tajribam bor. Bu maxfiyatlik haqiqatan asqatadigan nait yaxshi bir maxfiyatlik. Endi bu yer gap qaytib kelsak, Lübuning shunday bir aniq nishon orzusi bo'lmag'achqa, boshda Shujo'ga kelib Liubey bilan ittifoqlashdi. Shapi baliqni berdi, keyin kichkina bir fursatdan foydalanib Shujo'ni evilib, Qung'ning yuziga chopildi. Keyin bu yerda Yuanshu ozroq bir ochliq paydo bergan vaqtda Yuanshu bilan do'stlashdi. Keyin uningdan yuz o'rdi. Oxirida to'liq yig'ani qilib Saosavga asirga tushdi. Endi bu chog'da qarsak, bu Saosavning Lübuning nait ishlatkisi bor. Çünkü bu ezelden shundoq Batur sanğullar amraq, hem Lübumu bu yerda nait shirin shaka gaplarni qildi. Vay Saobash vezir, men neyzining uchulaysil oxir oslasil misharq qilib qasib butkul jonni men ilkim gap sizga topshiray, u bu deb shunda deb ketdi. Endi bu yerda Liubeyim bor. Saosavlar Liubeyning og'zi qargandan keyin Saosav uni imdiyotdi, "Senmi 4-chi tutqatisi bo'lib, uzoqqamay mashina qildi, o'lmamsa" deyapti. Shundan Saosav darhol o'shini yig'ib Lübu'nu öldürüverdi. Bu yerda Liubey bir gapni qildi. Saobash vezir, sizlar bu Lübu'ni bu yerda qutuldirib, Lübu'ning 4-chi tutuq otisi bo'lg'aylar dedi. Qaranglar, ma'vur rasmiy shakar yoltilgan zambirak o'qildi. Qarmoqqa nait yaxshi gapdek tuyulgan bilan nait zaharxandlik ushirilgan. Lübu'ning oldingi 3 tutqatisi bo'lgan, Lübu'ning qo'lida o'lgan. Endi bu yerdan nazarga olsak bo'lmaydigan yana bir qo'shimcha sabab bor. Ya'ni Saosavning Diaochenga pek erishgisi ketdi. Shunaqa bu Saosavning shunday bir g'ayri xuy va boshqalarning xotiniga erishishga pek amroq. Uning ustiga bu yerdagi Diaochen, mayl, o'sin, jamal, xattatlik, naqsh musiqada kamalat ketgan jon, birinchi go'zal.
her qandaq bir erni o'ziga tortadigan, taqazzo qiladigan bir sohibjamal. Shundaqqa shunga bu amilni nazardan saqit qilishga bo'lmaydi deb o'ylayman. Lübuni o'ltirayotgandan keyin Savsov mushada muhim bir sanğunni qo'lga tushirdi. Bu sanğun Savsovning keyin kishilarda nihoyat yaxshi muhim rol o'ynaydi, nihoyat baturlik, sadoqatmandlik bilan Savsovga to'kib ko'rsatdi. Bu sanğun kim o? Endi bugun fantaziyalik asarlarga amroq do'stlarimizga Yer shari markaziga sayohat degan kitobni olib keldim. Bu kitobning avtori fransiyalik Jules Verne. Ama fransızca ismini okumak misal teske. Kitap 54 xil tilga tarjima qilinib, tiraji 800 milyondan oshgan, dunyoning har qaysi joylarida nashr qilingan. Uni kishilar fan texnika davrining oldin ma'lumotchisi deb ta'riflagan. Bu kitap Uyg'urcha, shunday fantaziyalik, motion qatorliq shunday asarlarga amroq do'stlarimiz setib olsanglar bo'ldi. Ko'pchilikga rahmat.